Prosessorning zo'r taraflaridan birisi o'yindan mo'shin tartib beradi. Antennadan ham sim karta, masalan, antenna tutib turish uchun ham zo'r xizmat etib beradi. Prosessorlar aynan birisi shu. PUBG'chilar uchun zo'r ekanmi? PUBG'chilar uchun ham zo'r. Bahasi ham byudjetli baholarda chiqadi. Internetlarda reklamada ko'rib turibdi. Ekranda g'oz chaqib turibdilar. Shu telefonlardan birisi aynan bu telefon. Ya qattiq telefon. Qattiq telefon. Bundayna Samsungning zo'rini olaman desalar, S25 Ultra bu 12256lik, 12 ga 512lik bo'ladi. Bu telefonni biz yana Instagramlarimizdan ko'p reklama etdik. Ustida bodring pomidor ham kesib ko'rdik bu telefonni. Ekranda yetmaydi. Dim quvvatli. Buzam sindirib ko'rdik, g'ozam chaqdik. Shunda dim sveti zo'r. Hali belada qirilmayotgan unda. Yo'q, ekrani qirilmaydi ag'a. Notebooklar ham bor ekan. Bularni men kredit olsangiz ham bo'ladi. Bular ham chiqadi ag'a. Notebooklarimizdagi eng arzoni, mabodo arzonroq olaman desalar, eng arzoni 2.750.000 so'm ag'a. Top-toza notebook 2.750 dan boshlanadi. Boshlang'ichi. Ta 12-13 million so'mgacha notebooklarimiz assortimenti bor. Bundayna bolalarimiz uchun diski planshetlarimiz bor. Do'stlar, SMM'chi do'stlarim uchun, Instagramchi yoki aytib o'tganimdek YouTube'chilar uchun yana stabilizator. Assalomu alaykum Alixan kanali obunachilari. Do'stlar, bugun InPlus do'koniga keldik. Bu yerda yangiliklar bor ekan, urgancha yo'rtmoq kerakmidi yo bag'at yo hazarsa yo'rtmoq kerakmidi telefon olaman deb. Yine bize 3 paxtaning yanında xankamızdan açıldı. Geleverasizlar do'stlar, bu yerda kredit ham beradilar yine. Hem baholar ham dimam qimmat emas. Hozir o'zlaridan batafsil ma'lumotlarni olaveramiz. Qanasa ketdik. Do'stlar, yine xankamızda 3 paxtani yanında yine 3 paxtaning doğrusunda yine. Gözlerinizə dərun taşlanadi yine InPlus deb yazıb qoyubdu. Az do'stlar, o'zlaridan ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'liksiz? Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Yine Xankada 3 paxtaning yanında shunday telefon do'koni ochibsizlar yine. Şu telefonlar hakkında bir imkoniyatlaringiz, qulayliklar hakkında bir ma'lumot berib o'tsangiz. Vallahi xudo xolasa, avvalambor assalomu alaykum. Bu InPlus do'koni xudo xolasa 4-do'koni, global do'konimiz eng boshda Urganchda ochilgan. Keyin Shovot, keyin Xazaris, endi xudo xolasa Xanka tumaniga keldik. Bu yerda mijozlarning qulayliklarimiz bo'ladi. Rassrochka olsalar ham, naqd pul olsalar ham eng arzon bahoda qilib beramiz. Xudo xolasa, yanında дополнительный podarkalar bilan birgalikda. Hozir muddatli to'lov degan narsa baribir rivojlanib qo'yapti. Muddatli to'lovga avval ko'p dokument talab etiladi. Hozirda muddatli to'lovning 2 xil varianti bizda joriy etilgan. Pasport va plastik karta. Plastik kartada agar limiti bo'ladigan bo'lsa, boshlang'ich to'lovsiz 15-20 minutning ichida xohlagan telefon yoki notebooklarni olib biladilar. İkinci variant ise fakat pasportni o'zi bilan hech nechik plastik kartasiz, fakat boshlang'ich 30% to'lov bilan xohlagan telefon yoki notebooklarni bizdan xarid etib biladilar. Ko'ra telefonlarni olib kelsalar, almashtirib ham beraverasiz. Almashtirib beramiz. Biri 12si yoki 13i bo'lsa, hozir chiqib turgan iPhone 16 ga bemalol gap almashtirib beradilar. Nafaqat iPhone, balki misolning ko'pchilikda Samsunglar bor, Androidlar bor. Misalnya 2023-2022 yıldan çıkan telefonlar var. A14'ler var, A13'ler var. Bu telefonların ikkisi Android telefonlarından bize mutakaysis ballar var. Şuna göre de telefonun bahalıydı. Üstüne doполнительный summasını koşup alıp getirirler. Xohlagan modellerini. Koşmayın, doполнительный summasını rassrochka etib ketsalar ham bo'ladi. Rassrochka etmang. Shunda bir telefon narxlari bilan bir danıştırıp ötsangiz. Vallahi danışsınlar. Xudo xolasa bu yanda vitrinamizdan başlayamiz. Bu do'konimizda bizda shisha vitrina yo'q. Hammasini ochiq aydin ko'rsatib qo'yganmiz. Mijozlarimiz keladi. Masalan, xohlagan shu telefonni yoqdi, azina reklamasi bo'lib turgan Honor X8 telefoni. Ko'rinishlari ham zo'r, orqasidan ko'zini ishlangan telefon. Hazana hamma reklamada turibdi, lekin ishlatib ko'rmagan. Keladilar, bemalol telefon yonib turibdi, ishlatib ko'radi. Kamerasını, kolda duruşunu, zvuklarını, hamma narsasini ko'radi. Bo'ldi, menga shu telefon yoqdi desa, bu yanda ko'rdingiz shu telefonni ochilmaganidan ochib, taxlab 1 yil garantiyasi bilan birgalikda zo'r baho etib beramiz. Yine do'stlar, shu yer o'zida kameralarni tekshirib ko'rish. Hamma narsasini tekshirib ko'radilar. Hamma telefonimiz 100% yanib ishlatdi. Hammasina garantiya bor. Hammasina 1 yil garantiya beriladi. Xudo xolasa, bunda Honor X8
S modelimiz toza chiqqan. Mana 128'deki 256'lık bor. Bu telefonumuzda bahosi 3 million so'm atrofida yuradi. 3 million so'm atrofi. 3 million so'm atrofida bo'ladi. Bundan tashqari Honor X7S modeli bor. Endi ko'pchilik internetlarda reklamada ko'rib turibdi. Ekranda g'oz chaqib turibdilar. Shu telefonlardan birisi aynan bu telefon. Ya katta telefon. Katta telefon. Endi Honor telefonlarining hammasini sifati zo'r. Tushib ketganda, masalan, 1-1,5 metr balandlikdan qo'la tushib ketsa, telefonimizga yechatmaydi. Sinmaydi asosiyla. Buni korpuslari ham Xo'shray dizayn mramorniy tovardan ishlangan. Kamerasi 108 megapiksel, pamyati 128 lik. Telefonimizning bahosi 2 million so'm atrofi chiqadi. 2 million so'm atrofi. Endi dollarning kursini qarab turib, gündalik baho o'zgaradi. Bizning Telegram kanalimiz bor. Xudo xolasa, obuna bo'lib qo'ysalar, mijozlarimizga manfaatli bo'ladi. Bundan tashqari bunda yana Oppo telefonlarimiz bor. Bu Oppo A3 modeli, protsessor ham Snapdragon protsessorda, prosessorni yaxshi tushunadilar, yaxshi ko'radi prosessorni. Prosessorning zo'r taraflaridan birisi o'yindan motion tartib beradi. Antennadan ham sim karta, masalan, antenna tuttirish uchun ham zo'r xizmat etib beradi. Prosessorlar aynan birisi shu. PUBG'chilar uchun zo'r ekan bu. PUBG'chilar uchun ham zo'r. Bahosi ham byudjetli baholarda chiqadi. Где-то 2 million 800 ming so'm atrofida bo'ladi. Pamyatiga qarab bahosi har xil. O'zgaraveradi. Bu telefonimiz ham ekrani o'ta mustahkam. Biz eng ko'p reklama ishlagan telefonlarimizdan birisi aynan 3 telefon. G'oz chaqib eng ko'p sinag'animiz ham 3 telefon. Ko'p odamlar ya ekranni sindirib, natib. Bir bo'yda ballaba tushirib beradi. Endi hech kim xalab sindirmaydi. Ballaba tushib ketadi, bir noxush vaziyat bo'ladi. Shundan ko'proq himoyalangan. Bundag'i Vivo'ning V40 modeli, bu toza seriyasi, kameralari zo'r, bu Samsung'ning A56'lari bilan polni sravnение etib berilgan modeli. 56 ina. Bu telefonimizda plus tomoni antennani zo'r tutadi. Kuma, Sahra kabi borsangiz ham antenna zo'r tutib beradi. Undan tashqari batareykasi 5500 mAh. 5500. Abishli telefonlar hammasiniki 5000 bo'lsa, meniki 5500. Ozgina ko'proq. Telefonimizda bahosi 6,5 million so'm atrofida chiqadi. 6,5 million. Yine. Byudjetli telefonlarimizdan Vivo Y19S modeli bor. Ko'rinishlari ham chiroyli, sifatlari ham zo'r, ekranlari 90 Hz ishlaydi. Telefonimizda bahosi 2 million so'm atrofi chiqadi. 2 million so'm. Bu telefonimizda yana 5500 mAh. 5500 akkumulyator. Batareyasi ko'proq, ya'ni zaryad ko'p tutadi, yaxshi tutadigan telefon kerak deydilar-ku. Aynan 3 telefonlarimiz to'g'ri gap boradi. Bunda yana Infinix telefonlarimiz bor. Bu telefonimizdan bahosi arzonligi ham o'zi sifatli bo'lgani uchun bizning xalqimizga ham ommabop bo'lib kirib keldi. Telefonimizda protsessori Mediatek Helio G99 qo'yilgan. Hozirgi vaqtda eng stabil ishlaydigan protsessorlardan birisi. Standart holatida eng stabil ishlab beradi. Kamerasi 108 megapiksel bo'ladi. Telefonimizning bahosi o'rtacha 2 million 200 ming so'm atrofida chiqadi. Kredit uchun nima kerak bo'ladi? Kredit uchun pasport plastik. Plastik bo'lmasa, pasport bilan boshlanish to'lov. Главный shu рассрочка ajak odamning yoshi 22 yoshdan baland bo'lsa bo'ldi. Bunda yana bir trenddagi telefonimizni bir ko'rsatib o'taman. Ko'rsangiz siz ham tanishing. Honor X9S modeli. Dizaynlaridan bir xo'sray bo'lib chiqqan. Yoldirab turibdi. Bu telefonni biz yana Instagramlarimizdan ko'p reklama etdik. Ustida bodring pomidor ham kesib ko'rdik bu telefonlarni. Ekranni yechatmaydi. Dim quvvatli. Buzam sindirib ko'rdik, g'o'zam chaqdik. Dim sifati zo'r. Hali qirilmayotgan unda, yo'q, ekrani qirilmaydi ag'ar. Zo'r ekanlar shina. Dim sifati zo'r. Bahosi 4 million so'm, 8256'lik. Bemalol kelib turib bu telefondan rassrochka olaveradilar. Yana do'stlar, bu yerda Vibur ko'p ko'rib turganlaringiz. Bunda yana Samsung'ning eng последний modellaridan birisi Samsung A56 modeli. Bu telefonimizga 8128 lik, 8256 lik holatlarida bo'ladi. Bahosi o'rtacha 4 million 600, 5 million so'm oraliq chiqadi. 128 lik, 256 lik. Bemalol kelib turib, xohlasa buning sveti, xohlasa oq sveti bor, xohlasa qora svet, hamma rasvetkalaridan bor. Hammasidan bor. Bunda yana 56si, bunda yana xuddi shuni 36 modeligan, bunda yana 26, hamma modeldan nalichida tayyor turibdi. Urgancha, Yabog'ata, boshqa yerga borib o'tirmanglar, shu Xonkan o'zida bitadi hamma. Do'stlar, Xonkan o'zida ham ochilganini aytib o'tganlarindan, kelaverasizlar, kredit ham aytib o'tganimizdan baholarni kelishtirib ham eng arzon bahoda qilib beramiz. Hamma yer bilan sravnение etib kelaversinlar. Bizda arzon bo'lmaydi, nasib etsa, eng arzon bahoda qilib beramiz. Ko'rib kelaverasizlar. Assortimentimiz keng. Bunda yana A16 modeli, bunda yana Redmi'ning modellari bor, hammasidan tayyorlanishida bor. Bularcha so'mman shular? A36lar 4 million so'm atrofi chiqadi. Bularning pamyatiga qarab bahosi o'zgaradi. A26? A26 ga 3,5 million so'm atrofida bo'ladi.
Bunda E16 hozir eng trenddagi telefon, eng ko'p hozir bestseller dedik-ku. Xuddi shu narsa eng ko'p sotilib turgan telefon, bahasi 2 million 50 ming so'm. 2 million 50. Bunam 4 dan 8 gacha tezlik azolsang, 4 ga 128 bor, 6 ga 128 bor. Keyin 8256 lik bor. Yine kelaverasiz aynan. Bunda Redmi Note 14 Pro Plus modellerimiz ham bor. Bu telefonimizda mana dizayni chiroyli bo'lib chiqqan, orqasiga eko koza. Plastik tovar emas, чистый koza tovar. Boshqa ekan bang. Bu dizaynlari zo'r bo'lib chiqqan. Har xil rasvetkalari bor. Ekranlari ham aylanib chiqqan model. Bunda yana Redmi Note 14 seriyasi bor. Bu telefonni nechun aynan yaxshi ko'radilar, prosessori yaxshi. Prosessor kuchli. Batareya tutib berishi zo'r. Ekrani AMOLED displeyli kanal ekran o'ta diniq ko'rsatadi. Bahasi ham byudjetniy, 2 million 100 ming so'm. Hem super AMOLED, hem prosessor kuchli. Prosessori yaxshi. Ham batareyani yaxshi ushlab beradi. Yine zo'r ekanlar. Yani bunda Redmi'nin byudjetli modellari, Redmi 14C modellari. Dizaynlari ham zo'r, svet ham o'ta zo'r. Naqshinka olib chiqqan, bahasi 1,5 million so'mdan ham arzon chiqadi. 1,5 million. 1 million 600 ming so'mdan sotib turgan ekanlar. Biz baholarni o'rganib chiqdik. 1,5 million so'mdan arzon chiqadi. Buni yana 4 ga 128 ligi bor, 6 ga 128 ligi bor, 8256 lik ham bor. Bunda yana Samsung'ning zo'rini olaman desalar, S25 Ultra bor. 12256 lik, 12 ga 512 lik bo'ladi. Har xil. Bahasi $1000 $1030 bor. $1000 $1030. 256 lik. 512 lik alaman menga pameti zo'r bo'lsin desalar, $1145 dan qilib beramiz. Hajmi kichkina bo'lsin desalar, kamerasi zo'r buning. Buni kamerasi o'ta zo'r aka. Bunda S25, bunda Ultrasi, bunda S25 ni o'zi. Mana kichkinaroq telefon ishlataman desalar, yana hajmni ko'rdingiz. Hajm. Qaysi udobniy bo'lsa, olaveradilar yana kichkinaroq. Qo'lingizdan demokratniy bo'lib turadi. 2 xil variant ekan. Xohlaganlarni kelib lekin xolandiy rangidan bang. Hamma rasvetkasi bor. Endi bu yerda keladilar, ko'radilar, saydilar, shu menga yoqdi desa, bu yerda osilmagani bor, hammasi plombada turibdi. Xohlaganini, xudo xolasa ustida laminatlari, chexollari bilan chiroyli bahatib beramiz aga. Do'stlar, yana ko'rib turganlaringiz, yana vibrlar ko'p, beda telefonlar variantlari ko'p. Xohlagan telefonlaringizni zakaz etsangiz, ikkalab ham beradilar. Keyin bunda yana iPhone'lar. Bunda yana iPhone 11'lerimiz. Bularni chiqib bo'lgan. Masalan, bir iPhone olib beraylik. Masalan, iPhone 16 Pro Max, şu telefonni ya 16 Pro'nu alacaklar. Bahası ilə şu telefonu $1040. Bunda yine özünü işlətib yürgən telefonu var. Masalan, şu telefon özününki $200 baxalanam, $250 baxalanadı. Şu özünün baxasından qayıt taşaladı, qağan pulunu hesab kitab etmək istəyirlər. Qılavni özlərinin telefonunu korobka dokumenti basab oldu. Yine iPhone 11'lerimiz var, 13 Pro var, 15 Pro var. Bu telefonlarımız ama şunun özünde satıda var. Haklasalar işletilen telefonlarımızdan bizden zor baha alıp bilərlər. Yine. İşletilen telefonumuzdan tekşirip alamız, 3 ay garantiya bilen bulanam satamız. Bulan nəqlərini aytıb ötsək? Bulağa 2700 min so'm. 2700. Neçədə iPhone? 11 bula. 11 yine. Yom kıstı 77'den ta 85'e. Yine. Bankı? Bam iPhone 11, bamız yine iPhone 13 Pro var. Baxasağa 5 milyon 800 min so'm. 5 milyon 800 he. Telefonumuzda holatı zor. Asılmağa hiç usta görmeyen. Pameti 128'lik. Bunda yine iPhone 15 Pro'sa bağa bu yine 256'lık. Yom kıstam yaxşı, yom kısına 12'a 87. Telefonumuzda bu telefonumuzda açılmağa hiç usta görmeyen, hiç eybi yok. Bemalal gelip görüp tekşirip alıveradi. Bulança son? Bunu baxasına abunasılarımız $750 kılıp beraber. $750 ha. Yine 15 Pro. 256 yine. Zor. Pameti 256'lık. Köpçöyüm ki işletemen deseler yine zor bakadaklık kopmuş. iPhone 13'lerimiz var. Ak sveti, qara sveti. Az yine iPhone 13'lerimiz var. iPhone 11'in adamı yaxşı görərədi. İndi bərabər yengiden spol turdu. iPhone 13 ötə yatırlı. Yine iPhone 13'ümüz var. Qara sveti, ak sveti. Baxasına $515'dan qılıb 515 he. Bazarda satılıb durğan yerində $525 açı var. Bizə də yine $515 yanında şişəsi çexollarla qoşub verəmiz. Bula bu kameraga, yine Instagramçılara, YouTubeçılara dım zordan mı? Kameraları zordan bulanı. Instagramçılara yine bücretli. Baxasam arzudan zaryadçiklərindən baxa skitçə qılıb verəmiz yanında. Çexollarla orijinal zaryadçiklərlə. Özünün orijinal zaryadçikləri var. Bunlar da indi bərabər orijinal zaryadçiklər qoysa yomkısı düşüş xəfi var. Köpçülük qısını bilirdik, o yomkısını düşüş getdi də. Şunun olmasa qoysa orijinal zaryadçiklərimiz var, məkkək qoyğanımız ağa. Özünün Apple'ın özününki, özünün peçəti var. Bu qalovkalarımızdan baxa garantiyası bilan birgəlikdə verəmiz.
Mana 2 xil variantda 100% originalini kak qo'yganmiz. Yine do'stlar, kelaverasizlar. Bedena zashitni steklolar ham bor, yine chexollar ham bor. Chexollarimiz ham hamma narsamiz bor. Kamera uchun glazoklarimiz bor. Kameralar uchun yine glazoklar yine berina yine. Zashit etib turadi yine. Baribir shuncha pul telefon olgandan keyin u yerini ham ayash kerak bo'ladi. Asosiy kamera joyini ko'p ishlatadi odamlar. Yine bir de Yan tarafta eng notebooklarimiz bor, knopchli telefonlarimiz bor. notebooklar ham bor ekan. Bularni yine kredit olsangiz ham bo'ladi. Bular ham chiqadi. Mana yine rasurishga baholarni o'zida yozib qo'yganmiz. Qarang, modelimiz Acer Aspire Lite. Prosessori Ryzen 7, 16lik operativga qo'yilgan, pamyati 512lik, ekran dyumi 15.6 bo'ladi. 920 ming so'mdan chiqadi, oylik to'lovi. Bir yilidan, plastik bilan keladi, bundan bir tiyin pul to'lamaydi. Yine. Plastikni limit etsa olib ketaveradilar. Bunda yana Aspire 3 modeli 777 ming so'mdan tushadi. Pamyati buniki 8 ga 512lik. Yine do'stlar notebooklar. Ko'rinishlari ham zo'r notebook. Yine gap yo'q. Bemalol kelib saylab olaveradilar. O'zlarini yaqqanlarini. Yine iCore 5 deydi. Mana Asus VivoBook. Bu i5 prosessor 12-chi pokoleniya qo'yilgan 8 ga 512lik. Oylik to'lov 892 ming so'mdan tushadi. Do'stlar, bunda yana HP notebookimiz bor. Bu yana i5 13-chi pokoleniya, oylik to'lov 864 ming so'mdan. HP yaxshi kompaniya bormi? HP bilan baribir ko'pchilik yaxshi ko'radi. Ko'pchiligi Asus yoqadi, ko'pchiligi HP yoqadi. Shuncha assortimentimiz keng. Yine do'stlar 660 mingdan to'lanar kerak, aynan. Aynan 660 ming so'm, o'zining nalchi bahasi 4600 ming so'm. Xohlasalar nalchi bilan solishtirib ko'rsalar, xohlasalar rasurishka bilan solishtirsalar, ikkisidan eng arzoni faqat bizda chiqadi. Do'stlar, yana zo'r kelaverasizlar, yana xalqimizda 4,5 million so'm. Notebooklarimizdagi eng arzoni, mabodo arzonroq olaman desalar, eng arzoni 2 million 750 ming so'm bor. Top-toza notebook. 2 million 750 dan boshlang'ichi. Ta 12-13 million so'mgacha notebooklarimiz assortimenti bor. Bunda yana bolalarimiz uchun diski planshetlarimiz bor. Baribir ishlamay xorib kelsangiz, bolalar chiqadi qo'yadi. Aka telefoningizni bering, aka telefoningizni bering. Telefonni bering desangiz, zreniyasina zarar. Bu holatdan chiqish kerak. Bunda yana bizning diski planshetlarimiz bor. O'zida bolani aqlini rivojlantiradigan o'yinlari bor, planshet. Yine. Azina bu ham internetda ko'p trendda chiqib turibdi. Hamma tushib ketsam sinmaydi bang. Yo'q, aqa, telefon sinmaydi, sababi plastik materialda ishlangan, yonboshlari yumshoq rezinalar qo'yilgan. Zo'rlash. O'zinaqa komplektida penallari bor, bolalarni qiziqtiradigan har xil penali, yo'naqa qalamlari bor. Ina bunda. Bulancha so'm? 550-450 ming so'm atrofi chiqadi. Razmeri kattalari bor. 700-800 ming so'mgacha topiladi. Самое главное, bolalarning zreniyasiga zarar, o'zini chegaralab qo'yadigan vaqti bor, ko'p o'ynam chalg'ib ketmaydi, ko'p telefondan yaxshi vermaydi. Bolalarimiz uchun bir foydali bo'lgan mahsulotlarimizdan biri aynan shu. Rivojlantiradi-da, aytganingizdek. Aqlni rivojlantiradi, o'yinlari, planshetni zavodskiy o'zida chiqadi. O'zindan. Bundan tashqari bunday aksessuarlarimizga kelsak, naushniklarimiz bor. Bularning hajmi katta naushniklarimiz. Baribir bu yana eldimiz issi. Azan turib yuriman ili yuguraman desalar, yana naushniklarimiz sifati zo'r, zaryadni yaxshi ushlab beradi, muzikani ham diniq beradi. Bahosog'i 250 ming so'mdan. 250 ming yana bu naniki ekan bang. Apple'ning o'ziniki. Bu lyuks kopiya variantlari, har xil rasvetkasi bor. Qora sveti bor, qizili bor, oranjoviy sveti bor, desert sveti bor. Qaysilari ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib telefonlarni ulab ishlatib beramiz. Raqib orqa ishlatib ketaveradilar. Ishlatib ko'rib olaverasizlar. Xudo xolasa. Set asaman desalar, bunda yana Apple vasitalarimizda o'xshash Greenlion firmasining smart soatlari bor. Bu yana ayollarimiz uchun mo'ljallangan varianti Greenlion Active Pro modellari. Mana yana o'zingiz ochib bir qator ko'rsataman. Podarka etaman desangiz ham zo'r narsa, самое главное. Neng. Аккуратный. Podarka ham aytganingizdek dim zo'r bang. Svetlari ham zo'r, zaryad ham yaxshi ushlab beradi. Аккуратный ekan. Komplektatsiyasindagi o'zining remini hamma narsasi bo'ladi, og'a. Zaryadchiklari azina chiqib ko'rsataman. Yengaga. Bunda bir remin. 2 xil remin bor ekan. Ikkinchi remin. Qaysi birisini ma'qul ko'rsalar, ish kiyimini qarab turib bemalol olib ketaveradilar. Masalan, yana bunga o'xshash ochiqroq svetli kiyim kiyadigan bo'lsalar, yana qistiradi, bo'ldi. Bunda yana shunday holatga keladi. Svetlar ham zo'r, zaryad ham ushlab beradi. Buni foydali tarafi
telefona Bluetooth bilan ulab qo'ysangiz, masalan, telefoningiz xonada turibdi, o'zingiz bir ish bilan yuribsiz. Telefon keldi, sat orqali kimdan kelganini ko'rib bilasiz, o'zindan javob berib, bemalol gaplashsangiz bo'ladi. Gaplashsa bo'ladi. O'zindan telefon urib gaplashsangiz ham bo'ladi. Masalan, turmush o'rtog'ini urjak bo'lsam, bemalol yana terada doğru urib ishlatib ketaversa bo'ladi. Telefonni oddiy Bluetoothni yoqadi, sat ulanadi, bo'ldi. Zo'r achanlekin. Oddiy holatda ishlaydi. Uning ham bunda oq sveti bor. Og'alarimiz uchun, ukalarimiz uchun buning qora svetlar ham hammasi tayyorlanishida bor, yana har xil variantlar. Bemalol keladilar, saylab ko'radilar, ishlatib qaysi birisi ko'ngli o'tirsa, shundan olib ketaveradilar. Ularni skidga baho qilib beramiz. Bu narsanaga bolalar uchun ham mo'ljallangan varianti bor, binchik bo'ladi. Masalan, bir bolalar maktabga bordi. 1-2 klass bo'ldi. Maktabdan qachon chiqishini primerni bilasiz. Telefon berib bo'lmaydi, hali bola. Setini berib qo'yasiz, setga sim karta qo'yiladi. Zo'r achanlekin. O'zingizni shu o'tirgan yerinizda telefoningizga qaraysiz, o'zining programmasi bor. Bu sizning telefoningizga ulanadi. Bolaning nedaligini set nerda turgan bo'lsa, xuddi shu bilan ko'rsa bo'ladi. O GPS, ya, vaji orqali. Set orqali sizga telefon urban biladi. Aka, men maktabdan chiqdim, ya, masalan, aka, men uyga keldim, shu narsalarni bemalol ishlatib biladi. Siz ham telefon ursangiz, bemalol set orqali siz bilan bog'lanib qancha so'm shular? Bu narsamizga bahosi 340 ming so'm. Variantlari bor 250 ming so'mdan boshlanadi. Bolalar uchun dim zo'r achanlekin. Foydali narsa. Telefon olib berib o'tirmaysiz, qo'linda akkuratni set bo'lib turaveradi. Maktab borib kelgan vaqtda ko'rib, natib o'tirib. O'yin o'ynamaydi, boshqa aytmaydi, xayoli buzilmaydi, faqat o'qishini o'qiydi. Bundan tashqari bunda zamonaviy setlarimiz ham bor. Bu Bluetooth setlar. Bundan ham shu telefon genini ko'rsatadi. Uydam liniyalarni, pagodalarni, bunda yana sport rejimlari ham bor. Masalan, bir kunda challi kilokaloriya yo'qotdi, chaqdim yurdingiz, hamma narsani bularni 100% o'lchab beradi. Zaryatog'i 15 kungacha tutib beradi bu firmaniki. Bemalol bir oyda 2 marta zaryata qo'yasiz bo'lgani, boshqa zaryata qo'ymaysiz. Detskiy setlarimiz xuddi bu variantidan, lekin bu yana qizlarimiz uchun ham qo'shira akkuratni chiqqan variantlari bor. Bularning bahosi 650 ming so'm. Bular ham endi setga qarab har qaysi narsa. Brendini qarab, kim qaysi turayotgan bo'lsa, brend yaxshi brend, tamom. 250 mingdan to 650 ming so'm chamasidan bog'i. Bemalol kelib yoqqandan olaveradilar. Bunda yana fitness braslet va Samsungning o'ziniki Galaxy Fit 3 modeli. Mana masalan telefonni ulab qo'ysalar, bunda uydamlikni deganini ko'radilar, lekin bundan gaplashib bo'lmaydi. Bunda lekin sport rejimlari ko'proq. Sport rejimlari. Yo'rtganda, hamma narsasini 100% ko'rsatib beradi. Suv ham chidamliligi bor. Suntiydan basseynga tushsangiz ham bemalol ishlayveradi bu narsa. Zo'r achanlekin. Bor. Bu narsaning sifati zo'rag'a. Bundan tashqari bunda yana knopchli telefonlarimiz ham bor. Knopchli telefonlarimiz ham yana tozagan Navi 102 Plus modeli. O'zida yana dizaynlari zo'r, zaryadchik hamma narsasi chexollardan chiqadi. Bunda yana shuni 102 modeli. Bu zaryadchiksiz modeli. Ya ko'p odam stalovoylarda telefonlarni qoldirib yo'qotib qo'yadi. Shunday momentda bu narsa zo'r. Yo'qotsangiz ham ichingiz ushmaydi o'g'ri. Qancha so'mdan? Bahosiga bularniki 150 ming so'mdan boshlanadi. 150 ming so'm yana. Ochilmagan paket telefon, eng asosiysi 1 yil garantiya bilan beramiz. 1 yil garantiya. Ham bilan zaryad ham ko'p tutsa kerak, ha? Zaryad bor, zaryad ko'p tutadi. Bemalol kelib yoqqanini saylab olaveradilar. Assortimentimiz ko'rinadi. 105 modeli bor, 20 bor, 40 bor. Raskladушка modellarimiz bor, asl beklanadi. Yodingizda bo'lsa, Nokia 8800 bor. Bu shunga o'xshab chiqqan modeli bor, 880 degan. Buni korpusi metallistik, sharq-sharq degan sesni beradi-ku. Bag'ayna shu telefonlarimizdan. Hamda tank modellarimiz bor, T515 mana balka ketadonlar, axota ketadonlar yaxshi ko'radi. Fonarik bo'lmaydi bular. Tushsam hech narsa bo'lmaydi. Ham bularda fonarik ham bo'lsa kerak, ha? Bunda ham o'zining fonarik ham bor. Ya, ribakis, охотник aytganingizdek, deyishda fonarikni yoqib olib ketaveradi yana. O'zida fonariki bor. Orqalari ochish uchun prosta takidan tushib ketganda mashina krishkalari ochilib, batareyasi osilib ketmaydi. Batareyalar ham buniki atyoka bilan ochiladi. Bu dehqonlar ham zo'r ekandan bu. Sifati zo'r. Shu shalg'a yetgan vaqt shu haftalab suv tushib ketsa ham yetmaydi, zaryad ham yaxshi tutadi. Komplektida o'zining zaryadchiklari bor. Bunda yana batareykasi bor. Yengil ekan, zo'r. Batareykasi bunda shuncha yengil turibdi. Batareyasi bilan og'ir bo'ladi keyin. Batareyasi bor. Yine komplektasiyasida hamma narsasi bor. Bu telefonimizga 1 yil garantiya bilan beramiz. O'zini atverkalari ham bor ekan, ha? Ha. Orqasidan krishkasini ochish uchun. Yana do'stlar, yana ko'raverasizlar. Yine raskladушkalarimiz yana bir varianti Navi S77. Bunda yana Navi'ning Senat modellari bor. Yine Gusto'larni bilar edik. Samsungning Gustolari bor edi. Hozir Navi'da Senatlari chiqib turibdi. Gusto bilan beraber baksa munozaraga yetib biladigan telefonlarimizdan birisi shu. Sifat bo'yicha zo'r, 1 yil garantiya bilan beramiz.
Yine bir de arzonlar ham bor ekan, qimmatlar ham bor Her ekan. xil assortimentimiz Telefonlar, var. Keng yani. assortimentimiz. Mesela zaret kimlerdir zaret çıkıyor bürüdü yanında, başka pılsılarla bürüdü, plastikalı bürüdü, gerek misal başka anjamları bolsun ki ular şunaqa barsetkelerimiz ham bor. Qo'li zabr akkuratniy bo'lib turadi, pasport, dokument olib beramiz-ku baribir. Shu vaqtlarda powerbank bunu qo'yib baribir sal uzoqroq yo'lga chiqqanda baribir kerak bo'lgan narsa. Qo'lingizda mina akkuratniy bo'lib turadi, variantlari bor. Bu yana ustida material variant, bunda yana ustida koja variantlarimiz ham bor. Agar qaysi birisi ma'qul bo'ladigan bo'lsa, yine bu powerbank 30lik ham sig'ar ekan buni, 30 minglik ham. 30 minglik ham sig'adi. Bemalol kelib olaveradilar. Qaysi birisi ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bu narsalarimiz ham assortimenti bor. Notebook uchun bu notebooklarimizni bir-birine olgandan keyin sumkalar, aksessuarlari kerak bo'ladi. Notebook agar bizdan olsalar, aksessuarni qo'shib beramiz. Qo'shib berasizlar. Klaviatura uchun masalan stikeri bor, o'zining mishkalari bor. Mishkalarimizdan sifatli 5 shumli ishlaydigan, mishkantini qo'yadigan kovriki bor. Har xil portni ko'paytirish uchun adapteri, samое главное sumka kerak bo'ladi. Sumkasini qo'shib beramiz. Yine do'stlar, Notebook bizdan olsalar. Kelaverasizlar. Notebookni masalan zakaz etsalar, olib kelib ham beraverasizlar. Xohlam masalan markani. Eng yuqori modelni aytsalar, xudo xolasa internetdan ko'rasizlar yana. Sizlar misol qaysi model kerak bo'lsa, kelib zakaz etaverasizlar. Pullarni chiqarib beradilar, xudo xolasa. Ma'qul bo'lsa yana kelib beramiz. kelib beradilar. Bu endi bir Xankada 4-filial dedingiz, Xudo xolasa bu 4-filiallar. Bu yerda shu Urganch narxi bilan bir xil yuradi filiallari. Ha, Urganch narxi bilan bir xil. O'zi Urganchda do'konimiz hamma yerdan bahosini arzon qo'yib qo'yibmiz. Bu yerda ham xudo xolasa hamma yerdan arzon. Baholarni sравнение etib ko'rdik, internetdagi baholar bilan solishtirdik, Telegram gruppalardagi baholar bilan solishtirdik. Hamma do'konda xudo xolasa bemalol kelib orqangga bo'laveradilar, arzon hamma yerdan. Sizga telefon urib, misol plan telefon kerak desa, shu narxini aytib ham beraverasiz. Plan so'mman bo'lib turibdi-na. Bemalol. Ma'qul bo'lsa kelaveradilar, misol. Agar sotuvda mavjud model bo'ladigan bo'lsa, bizda o'zlarimizda Telegram kanalimiz bor. Abuna bo'lib qo'ysalar, InPlus'da biyozda chiqadi. Har kunlik telefonlarimizni, notebooklarimizni baholari tashlab boriladi. Har kunlik. Kunda tashlab boradilar, ko'rib boraverasizlar. Telegram kanali abuna bo'lib qo'yasizlar, pastda qoldiramiz, xudo xolasa. Instagram sahifamizga ham abuna bo'lib qo'ysalar, toza yangiliklar bor, texnologiyalarniki hammasini bir qator ko'rsatib, shu yerda ishlatilgan telefonlarimiz ham, ishlatilgan iPhone'larimiz ham shu yerda ko'rsatib o'tamiz. Agar sizga bir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizlar direkt Telegram orqali bog'lansalar, bizning o'zlarimizda operatorlarimiz bor. Bemalol operatorlarimizdan javob olib, bera kelib, savdo mutaxassislarimiz bilan savdo etaveradilar. Planshetlarcha so'mman? Planshetlarimizga bular Redmi Pad SE modeli, byudjetli model hisoblanadi. Bular faqat Wi-Fi bilan ishlaydi. Masalan, restoranlarda menyu hisobida foydalanib turibdilar, yoki o'qituvchilarga masalan, saytga kirib ishlatib turibdilar. Bahosiga 1.750.000 so'm. 1.750.000. 2 million so'masi sotilib turgan ekan, biz baholarni solishtirib ko'rdik, 1.750.000 so'mdan baho chiqarib qo'ydik. Pameti 128lik. 128. Katta raqam bor ekan. Kattaroq varianti bor. Bu Redmi Pad Pro modeliga. Bu novsi bilan farq etadi. Bu Redmi Pad SE byudjetli Pad Pro bo'lib prosessori kuchlantirilganroq variant. Bu degani misol hozirga chiqib turgan eng oxirgi o'yinlar ham yuqori kачествоda o'ynab biladilar bemalol. Zo'r ekanlar. Bir yil kafolati bilan beriladi. Prosessori zo'r, batareya tutishlari zo'r. Chexoli hamma narsasi bor. Xudo xolasa kelib xarid etsalar, kafolati bilan beramiz. Bularni hammaga rasroshga chiqarib beramiz. Muammo emas. Necha so'm hozir narxda? Bu telefon planshetimizning naqd bahosi 3.600.000 so'm. 3.600.000. Undaydan xuddi shu planshetning Samsung variantlari bor. Samsungning A9 modeli 464lik. Bu yana qo'lda kichkinaroq bo'lib turadi. Uni ko'proq firma chog'alarimiz yaxshi biladi. Firmada ishlaydigan Oriflame'da ya bir konditerskiy firmada ishlaydiganlar planshetlarimiz kerak bo'ladi. Bahosiga 1.720.000 so'mdan. 1.720.000. Zo'r ekan. Buni bemalol xarid etaveradilar. Buni A9 Plus varianti bor. A9 dan sal kattaroq bo'ladi. Bahosiga 2.660.000 so'mdan. A9 Plus 5 deb qo'ydi. Bu A9, bu A9 Plus. Bular Samsunglarimizga SIM kartali bo'ladi. SIM kartali ekan bularni. Arla aytganingizdek, yangi nelar adim zo'r ekan mana menyulari. Do'stlar, yana SMM'chi do'stlarim uchun, Instagram'chi aytib o'tganimda YouTube'chilar uchun yana stabilizator. Necha so'mdan? Osmon 6 modeli. Bunaqa bahosi 1.950.000 so'mdan. 1.950.000. Ha. Yine. Zo'r baho, yaxshi bahoda.
Eng 2,5 milyon adı bular. Evet, 2,5 Arzanlaptı bular şunda. 940 koyganmiz. Yine. Bahasını Bakır model. Eng axırgısı bahasını ondan ham ötüp beramiz. iPlus dükanımıza gelip şuradan xarid etseler, şuradan özünü açıp, işletip, telefonlarına, programları bilan ustanovka etib, taxlab beramiz abi. Yine dostlar zor. Bunun yanında beraber mikrofon gerek deseler, mikrofonlarımız Mikrofon var. ham var. Bunlar büdjetli model mikrofonlarımız 450 bin so'mdan başlanadı. Başlangıç Başlangıç. blogerlere yine Instagramçılara yine başlangıç zor. Mikrofonlarımıza ta 4,5 milyon so'mgacha bor. Nechki gerek deseler, bemalol yine aldırıp berib bilamiz. Bizlarning yakka modeli uchun bize bilan bog'lansalar bo'ldi. Hozir mikrofonsuz ba'bir ish buncha o'xshamaydi. Mikrofon bilan Zo'r zvuklar bo'ladi. yaxshi yoziladi. Duptuniq chiqadi. Bunday naqa uyda Wi-Fi bo'lsa, hozir ko'pchilik uyda bo'lib turgan muammo, uyda Wi-Fi bor. Masalan, zalda qo'ysiz, yotadonxonagacha yetmaydi antennasi. Yotadonxonangizga shu narsani to'qa dik qo'yasiz, uyni Wi-Fi'ni parolini o'sha apparatning ichine telefon orqali ulisiz bo'ldi. Sizga bir dish kelib turgan antennani sizni xonangizdan yana 5 dishgacha uzaytirib beradi. Yetirib beradi bang. Zo'r achallik. Ya ko'p xonalarda shundaydan Ağrı xana ötsangiz ya kuxniya ötsangiz hayatında tutmayın qoladi. Bir dish tutib tursa birinchi etajda, ikkinchi etajda tutmaydi, shunday bo'ladi. O'sha narsani dardine davo bo'ladi nisbatsa. Necha so'm bo'ladi? 220 ming so'm. 220 ming so'm ekan. Yine Bu narsani ham necha bo'lashib tushuntirib beramiz dukanimizda. O'zlari tushuntirib, aytib beradilar, xudo xolasa. Uyda qiynalib o'tirmaysizlar, internet bor, lekin kerakli yerda tutmaydi. Bu yana bir foydali aksessuarimiz. Bu masalan ko'pchilik uyida Android televizor yo'q. Bu televizorni size smart qilib beradi. Smart atbang. Bemalol shu o'zini takasiz. Televizoringizda YouTube yo'q bo'lsa, Play Market yo'q bo'ladigan bo'lsa, shu o'zidan sizga chiqarib beradi. Avvalgi televizorda yo'q edi, biz shu narsani smart. Uyda internet bor, lekin smart yo'q. Yine alaverasizlar, necha so'm bu? Bu narsani bahasi 550 ming so'm. Televizorda polni YouTube nelarni ko'raverasizlar. Bu Mi firmaning o'ziniki, bu narsani bu o'rtacha bahasi boshlang'ichi 250 ming so'mdan boshlanadi. Boshlanadi. Ta bu narsa 750 ming so'mgacha bor bizda. Har xil varianti bor. Bu stick varianti, bunda box degan varianti bor. Bunda mix 10 degan varianti bor. Qaysi birisiga qulay bo'ladigan bo'lsa, kelib turib saylab olaverasiz. Yana do'stlar. Ma'lumot berganingiz uchun rahmat. Xabar salomat bo'ling. Obunachilarimiz yana kelaverasizlar. Hamma shu yerda Sizlar uchun 3 paxtani yanında yine.